Shu yerdami boshiga pervina chalasi yo'q. Boshiga to'lovsiz, nasiyaga deb eshitdim. Shu yerdami, shu yerda emasmi? Kim aytdi sizga uni? Banksiz bo'lsa gapiring, tez gapiring. Keling, bo'ladi. Bo'ldi. Banksiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Men yaqinda qurilish qildim. Shu desa shu suv filtrdan shu keliniz albatta olishimiz kerak deyapti. O'zingiz bir yaxshisidan to'lka stroyka qildim, qurilish qilib pulim tugadi. Nasrochka yo'llari qanaqa shularni bir tushuntirib keting. Assalomu alaykum azizlarim. Siz ham xush kelibsiz. Bo'ldi. Bu suv filtr haqida sizga ma'lumot berib o'tay bo'lmasam, bizda 4 xil suv filtrlari Turkiyaning fabrikasidan premyo olib kelganmiz. Bu suv filtrlari hozirgi kunimizda haqiqatan ham ehtiyoj bor. Suvlarimizni ko'ryapsiz holatini. Ko'p kasalliklar shu suvlardan kelib chiqyapti. Bu suv filtrlar nima vazifa bajaradi degan bo'lsangiz, bu filtrimiz suv kirgandan keyin 5 ta filtrdan tozalanib o'tadi. 5 ta filtrdan tozalanib o'tadi. Bu har bir filtrning o'zining vazifasi bor. Qaysi birisi zang ushlab qoladi, qaysi birisi qumini ushlaydi, qaysi birisi hidini oladi. Shunday bo'lib suv top-toza bo'lib, tashqaridan leganda olib chiqyapsiz-ku. Xuddi shunaqa suv bo'lgandan keyin ichishlikka chiqaradi. Bu filtrimiz bir kunda 180 litr suvni tozalab beradi. 180 litr. 180 litr. Ovqatingizga, suvingizga, ichishingizga hamma yoqqa bemalol yetadi. Bolalarga juda yaxshi ekan. Bu filtrimizni Ramazon oyida aksiya qilib 16 mingdan chiqargandik. 16 mingdan. Hozir nima deysiz narxini? Hozir endi 20 ming deb olasiz, uyatmasdan. Yo'q. Men sizni ko'rgandan keyin 15.5 ga tushirib qo'ydim shuni. 15.5. 500 so'm ishlaydi. Har azizlarimga ishlaydi. Siz azizlaringiz. Yana 3 oygami, 4 oyga rassrochka. 3 oyga bo'lib to'lashlik, banksiz, foizsiz olib borib o'rnatib berishlari shu narxda ichida. Bepul. Borib shaharda ichida bo'ldik ana. Adres telefon qiladi, adresni aytadi, biz borib o'rnatib berib chiqib kelaveramiz. Toza suv ichib. 15.5 ming, azizlarim juda ham yaxshi. Bitta xolodilnikga bermayapti. Hozir 15.5 ming so'mlik filtrimiz, filtr 5 ta, kuniga 180 litr suv beradi. Bu filtrimiz keyingisi, mono filtr 5 ta bo'lsa, bunda 6 ta filtrdan o'tadi. Yana ham suv toza bo'ladi, filtrlari ham качественный. Bachoga 8 litr buni ham 8 litr. Bu filtr ko'pligini hisobiga kuniga 200 litr suv tozalab beradi. Buni narxi Ramazonda aksiyada 18 ming so'mlik edi. Hozir monon tushganligimiz munosabatida buni ham 5 so'mga tushamiz. 17.5 ming so'm. 17.5 ming, juda yaxshi. 17.5 ming so'm. Bu ham foizsiz, banksiz, uzib to'lash. Keyin sizlarda garantiyalari degani bormi? Bu albatta to'lib qoladi. Filtrda ishlashligi 2 yil garantiyamiz bor, 2 yil. Mana filtrlari esa to'lib qolib turadi bular. Chunki qumlarda, zanglarda ushlagandan keyin bu o'zini muddatida to'ladi. Ba'zi yerlarda 6 oyda to'lib qolyapti. Ba'zi yerlarda 8 oyda to'lyapti. Endi suvni holatiga qarab, misol surat toshlarda 5-6 oyda to'lib qolyapti. Suvni hududdan olishar ekan, qumi ko'p. To'g'ri. To'lib qolsa nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, buni filtrlarini polniy olib kelib qo'yganmiz. Zapaslar bilan juda ham o'zimizda bor. Borib filtrlarni almashtirib, filtrni yangi qilib beramiz. Xizmatimiz besplatniy. Faqatgina filtrlarning pulini to'lashadi. Filtrda. Bo'ldi. O'zimizning klientlarga juda ham arzon qilib qo'yganmiz. Hozir hech shaharda, bozorlarda yo'q narx. Komplektini 3000 so'mga almashtirib beramiz. Zo'r. Juda yaxshi. U bir ikki yil siz to'lmasa kerak. Yo'q, filtr aytyapman-ku, surat toshlarda 6 oyda to'lyapti. Ba'zi yerlarda 8 oyda, ba'zi yerlarda 1 yilgacha. Men o'zim Monadirda yashayman, qum ko'p. Stakanga olib qo'yib yerdan turib qarasangiz, qum tagichi. Azizlarimga adreslarni, telefon nomerlarini aytaylik. Adreslarni men ko'chaga chiqib o'zim tushuntiray, zo'r qilib. Siz telefon raqamlaringizni ayting. Telefon nomerlarimiz 0556 bilan 06 26 32. Azizlarim, adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, O'shni Kindigi dedik-ku, azizlar, qaranglar. O'sh rayon Beshko'prik, hammalar bilasizlar. Shu yerdan shunday o'ngga burilsangiz, Kalenin kolxoz tomonga burilsangiz, agar через navigator kelaman desangiz, rayondagi aka-uka opa-singillarim, Artikov 83 deb yozasizlar. Kepi deb turib o'zi ko'rinib turadi. Azizlarim, 2 etajlik, ikkinchi qavatida joylashgan. Bu suvchi akalarimiz sizlarni o'zlari kutib oladi. Mana aka, abering. Kalenin kolxozning pavrotidan shunday burilasiz. Chap tomoningizda уже 2 etajli zdaniya, Coca-Cola'nikiga yetmasdan Kepi deb yozilib turibdi. Shu yerga kelib, chiroyli o'tirib, maslahatlashib, ishlarni bitira olasizlar degan umiddaman. Mana bu juda ham yaxshi bir yangilik bo'ldi. Rassrochkalar bor ekan, azizlar, albatta qarindosh urug'larga jo'natib olinglar. Ko'proq yashayman degan odamlar filtrlangan suv ichadi ekan.